Aydiz bizga notanish bo'lmasligi mumkin. Aydizning yuqishi asosligi bedanimizga suyuqlik orqali aydiz virusining ko'p miqdorda kirishini kelib chiqadi. Bu suyuqlik qon shaklida va ya suv shaklida bo'lishi mumkin. To'rdoshlarning texnik yaxshi bilish uchun tuvanda biz aydiz yuqishining bir qancha yo'llarini tunishtirib chiqamiz. Birinchi, homildor onadan to'ralma buvoqqa yuqish. Garchi homildor onaning qini to'ralma buvoqqa berib aydiz yuqish ehtimoli yuqori bo'lsa-mu, ammo agar aydiz homildor ona muvofiq dori ishlatib bedandagi aydiz virus miqdorini tuvan saviyada kontrol qila olsa, sog'lom buvoq tug'ish nisbati 100% ga bora oladi. İkinci, süt emdirish. Ana aydiz bo'lib, buvoqqa süt emdirsa, buvoqimi yo'qidi. Shunga ilgari aydiz bo'lgan analar buvoqlarga ana süt emdirish tavsiya qilinmaydi. Hozir aydiz virusiga qarshi dorilarni ishlatib, badandagi aydiz virusi saviyasini kontrol qilingan bo'lsa, davomli ana sütü emdirsa bo'ldi. Üçüncü, g'ayriy jinsiy munosabat, ko'p jinsiy hamriy bo'lish. Qonunliq ayoliga va ya eriga sodiq bo'lmay va ya to'ydan burun qilingan jinsiy munosabat o'tkazganda qarshi tarafning badan salomatlik ahvolini bilolmagachga aydiz yuqtirib olish ehtimoli yuqori bo'ldi. To'rtinchi, bexatar vositsiz jinsiy turmush kechirish. Bu asosligi homildorlikdan saqlanish qapchiqi, ya'ni kondom ishlatmagan ahvol ostida aydiz bemori bilan jinsiy munosabatda bo'lishni ko'rsatadi. Agar kondomni to'g'ri ishlatsa, aydizning yuqishini oldini olg'ili bo'ldi. 5. Zaharli chekimlik o'xshash o'kul yig'nisi ishlatish. Zahar chekimlikka ko'nib qolganlar osonla asli o'shini yo'qotib qo'ydi va aydiz va ya boshqa yuqumli kasali borlar ishlatgan o'kul yig'nisini ishlatib o'zi o'kulirib soldi. Bu ahvolda aydiz va ya boshqa yuqumli kasal yuqish ehtimoligi nihoyat yuqori bo'ldi. 6. Uzun muddat tozaligi nachar odam ko'p bir muhitda yashash. Turma va ya boshqa tozaligi nachar yerda uzun mazgil yashaganlarmi aydiz va ya boshqa yuqumli kasalliklar bo'lish ehtimoligi bo'ldi. 7. Qonunsiz markazlarda yoki shaxsiylarda qonunsiz davolashlar. Ishonchsiz qonunsiz davolash markazlarda va ya qonunsiz shaxsiylar tarafidan tozalanmagan davolanish, operatsiya, okul, hajamat asboblari bilan va ya suluk davolash ilib bormaslik kerak. Buningdan sirt yana davolanish yoki boshqa maqsadda manbasi aniq bo'lmagan ishonchsiz asma okul, kassa okuli o'rdirmaslik yoki noma'lum suyuqlarni ichmaslik kerak. 8. Aydiz bemorining qonni silish. Hozir qon silish faqat davlat anga ilingan doktorxonalarda ilib berildi. Ham silinmoqchi bo'lgan qon qatma-qat tekshirishlardan o'tib, ondan bemorga berildi. Shunga qon silish sababli aydiz yuqish burunqi vaqtlar qaraganda xilla azaydi. Ba'zi to'rdoshlar aydiz bemori, aydiz yuqumdi degan gapni anglaslar faqat jinsiy munosabatni yo'qodan maynat kasallik debla aydiz bemorini kamsitadigan ahvollar atrofimizda nihoyat ko'p. Shunga to'rdoshlarning jinsiy munosabatdan boshqami aydizning boshqa yuqish yo'llari borligini aniq bilishimiz lozim. Yana bir videomizda aydizning yuqmaydigan yo'llarini tanishtiramiz. Agar filmimizni foydali his qilsangiz, qanimizga a'zo bo'lib qo'yishingizni va atrofingizga tarqatib tavsiya qilib qo'yishingizni umid qilamiz. Sizning qo'lishingiz bizga eng cho'ng madaddir.